Privetman qadrli любимчиklarim. Bu shaqla yana nima qilyapti deb o'ylayapsam, 2 kundan beri surpan ichidan chiqqanim yo'q. Kecha bilasizlar, o'sha erkaklarga biz iftor qildik. Bugun bo'lsa ayollarga iftor qildik. Shuning uchun yana somsa qilishim kerak edi. Bilasizlar, kecha olgan unimiz yaxshi yoyilmadi. Shuning uchun men bugun boshqacha yo'l tutdim-da, pisochni qilib lola somsa qilmoqchi bo'ldim va 3 ta zuvalaga yetarli qilib xamir oldim va ularni tayyorlashni boshladim. Kecha go'shtlik qiymamdan oshib qolgani uchun uni xolodilnikka solib qo'ydim. Oshqovoq oshib qolmadi. Shuning uchun oshqovoqni sirraz tyorkadan chiqarib, piyoz aralashtirib, shakar, tuz sepib aralashtirib olib qo'ydim va xamirlarni yoyishni boshladim. Ko'rganinglardek shunaqa qilib birinchi bo'laklarga bo'lib oldim, keyin qo'limda yoyib chiqdim va birma-bir yoyib, birma-bir chugib chiqdimda, sekin ustiga tuxumlar surkadimda va sedalalar sepib, nima qildim bilasizlarmi? Jo'natvordim pechga. O'rtalar, agar sizlarga ham retsept kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tishinglar mumkin. Kanalim silkasi profilim shapkasida 1 2 3 ale hop dedimda, shunaqa qilib tayyor qilib qo'ydim. Qiyma oshib qolgani uchun somsali pirogam qilib qo'ydim. Kelishinglar mumkin o'rtoqlar, kutib qolaman iftorga. Paka.